uyga mehmon kelgan yoki oilaviy tug'ilgan kundan so'ng o'rtog'ingiz oshxonasi taxminan shu holatda bo'ladi. Qani endi ekranga yaqinroq kelib olinglar. Bugun sizlarga bitta sir ochmoqchiman. Instagramda blog yurgizishni o'rgataman, ya'ni shogird olaman deganimda juda ko'pchilik men ham blog yurgizmoqchiman, nimadan boshlashni bilmayapman deb yozdi. Men blog yurgizishni boshlaganimda nima qilganman? Bugun sizlarga shu haqida aytib bermoqchiman. Maslahatim, Instagramda blog yurgizmoqchi bo'lsangiz yoki biznes qilmoqchi bo'lsangiz, buni hech kimga aytmasdan boshlang. Men Instagramda blog yurgizishni boshlaganimda hech kimga aytmasdan faqat turmush o'rtog'imdan ruxsat olib blog yurgizishni boshlaganman. Meni muhokama qilishi mumkin bo'lgan qarindoshlarimni bloklaganman. Birinchi o'rinda akam bilan opamni bloklaganman. Instalive kursida o'qishni boshlaganimda hech kimga aytmasdan boshlaganman, faqat turmush o'rtog'imdan ruxsat olganman. Kurs pulini birdan to'lash menga qimmatli qilgan va men o'zim nasiyadan kredit olib kursga yozilganman. Va kreditdan ham qo'rqib, ziragimni sotib kreditimni yopganman. Va men bu ishimdan hech qachon afsuslanmayman. Chunki oldimga qo'ygan maqsadim sari olgan bilimlarimni qo'llab harakatlandim va kurs tugamasidan blogim orqali bu pullarni topib oldim. Plus endi boshlangan blogda 6000 ta obunachi yig'dim. Shuning uchun sizga ham maslahatim, oldingizga maqsad qo'ydingizmi, har xil bahonalar qilmasdan harakat qiling. Va ishonchim komilki, hozir sizni muhokama qilayotgan insonlar bir kun kelib sizdan yordam so'rab kelishadi. Ha, aytgancha qishloqdagi ismimchi kelin hayoti qiziq bo'lsa, blogimga obuna bo'lib qo'ying.